Birodarlar, ba'zi sunnatlar bor, afsuski majbur bo'lib qolgan, qilmay qo'yganmiz. Va ularni har kuni qilishimiz mumkin. Hattoki men hozir sizga 5 tasini aytib beraman, uni 5-chi juda ham ajoyib qulay. Birinchisidan boshlasaylik, yalang'oyoq yugurishlik. Bu ham sunnatlardan. Ikkinchisi, 3 qo'l bilan yeyishlik. Har kuni ovqat yeymiz. Demak, 3 ta ya'ni 3 ta barmoq bilan yeyishlik sunnat. Uchinchisi, har gunoh qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qishlik, tavba namozi. To'rtinchisi, uxlashdan oldin idish tovoqlarni yopib qo'yishlik, ya'ni qolgan ovqat yoki bir idishlar bo'lsa, shularni yopib qo'yishlik. Ba'zilarimiz buni qilishi ham mumkin, bilmagan holatda, lekin buni sunnat deb qilsangiz, sunnat bo'ladi. Beshinchisi, uyqudan turganda yuzini qo'l bilan artishlik, ya'ni uyquni ketkizishlik. Bu ham sunnatlardan. Buni har kuni ba'zilarimiz bilmagan holatda qilish mumkin, lekin endi siz shuni sunnatligini bildingizmi, har nima qilayotganingiz sunnat deb turib qalbingizdan o'tkazing, sunnat amal qilayotgan bo'lasiz va albatta savob olasiz.